Hozir Ulug'bek aka Nuraliyev O'rinboyevich degan manalar. Hozir tanishtiramiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Bugun 28-aprel 2026-yil seshanba kuni Namangan shahar Chorsuga drama teatridaman. Biz mana Ulug'bek aka Nuraliyev qo'shiqchini rahmatlilar O'rinboy aka Nuraliyev joylar jannati bo'lsin. Komanda aka Rahim joylar jannati bo'lsin. Komanda aka ukalari Zokir aka ham joylar jannati bo'lsin. Komanda aka o'g'illari Husanboy aka umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Endi Ulug'bek akaga bitta savol beramiz. Xo'p, to'yga zakazga aytasiz, raqamingizni ham tanishtirib ayting. To'ymi, konsertmi Ulug'bek aka? Nima desangiz deyvering, o'zingiz bilasiz. Menga farqi yo'q. İsmim Nuraliyev Mirzo Ulug'bek. Otisi O'rinboyevich. O'rinboyevich bo'ladi. Tug'ilganingiz 70-yil, a? 16-yanvar 1969-yilda tug'ilganman. 16-yanvar 69-yil tug'ilgansiz. Andijonda tug'ilgansiz. Xabarim bor? Tug'ilganmiz. Ma'lumotim oliy, ona tili va adabiyot o'qituvchisiman. Ota kasb degandek bilan bu ma'lumotga ega emasman. Lekin rigoya qilib turamiz. Ba'zida. Hozircha nahorga oshlar bo'lib turadi, shularga bir rov tekkan xizmatlar bo'ladi, to'g'rigan kunlar. Shunaqa xizmatlarga borib turamiz. Yaxshi, raqamingizni ayting. Raqamim 93lik. 93. Raqamim 50lik ekan, yangi yukselishdi. Hozir 50 577 17. Kodi 50lik. Kodi 50lik. 577 17. Bo'ldi, to'y zakaz kerak bo'lsa sizni ko'rsataman. Juda to'g'ri qo'rg'ali qo'shiqchi bilan Umidjod ham chiqqanman Instagramda. Nomingizni yozib qo'yaman telefoningizda. Endi mana hozir ko'rinadi, bir o'tiradi, turing. Mana Ulug'bek aka Nuraliyev bilan chiqdi. 25-fevralda kelganda Mirzabek aka Xolmeyev bilan sahnaga chiqib, Komol aka Rahimga eski xotiralarini aytdi. Endi Komol aka nechinchi yil o'tganlarini aytaman. Komol aka Rahim 2015-25-fevralda 70 ga kirib vafot etdilar. Endi Komol aka Rahim tug'ilgan yillarni aytaman. 1943-yili 12-yanvarda tug'ilganlar. Hovlari Mingchinor, Navoiy ko'chada yangi hovli bitganda birinchi Komol aka olganlarda farzandni o'sha Navoiy ko'chada o'ylab ko'rganlar. Endi xo'p, endi men baqash bu tomondan ham o'tiray. Endi xo'p. Men Komol akanikida osh yeganman. Oshga boshlaganlar araba kuni. Men ham Navoiy ko'chada yashaganimda yaqin mahalladosh bo'lganman Komol aka bilan. Endi mana shu Ulug'bek aka sahna yangi birinchi Komol aka Rahim ishga kirganlar, ukalar Zokir aka bilan. Komol aka birinchi doirachi bo'lganlar, bilasizmi? Naki tortma qo'shiqchi bo'lganlar. Ash Komol aka konsertlari sahnalari bo'lgan. O'sha. Endi esa o'g'illari Husanboy akaga borsam, Instagramda nomini yozib muxlisim bo'ldilar. Dedilarning xotirini aytsam, yaxshida xursand bo'ldilar. Buni ham Husanboy aka ko'ra oldi. Ilgari Komol aka bor paytlarda o'g'illari Husanboy aka qo'shiq aytadilar. Hozir ham bir Komol aka yo'q bo'lsalar, ham Husan aka dedilar aytgan qo'shiqlarni aytadilar. Davomchilari bor. Husan akani torlari bor. Endi Komol aka o'tkazadiki, o'g'illari Husanboy akaga torib qoldi, ham foydalanib turadi. O'sha. Endi Husanboy aka 2 yildan 60 ga kiradi. Yubileyga xudo xolasa kelaman. 68-yil tug'ilgan bo'lsa-da, men 12 yosh kichkinaman. Men 80-yil oyda tug'ilganman. 1-yil oyda xudo xolasa tug'ilgan kunimga taklif qilaman, ketmon qilaman. Lekin 16-yanvar o'tib ketdi. Kutaman bu yil. Bo'ldi, yo'q, majal tugatdim shekilli. Agar nima bo'lsa yoqarman. Xo'p. Mana Ulug'bek aka Nuraliyevni oldim. Bo'ldi, gapingiz tugadi, ha? Bo'ldi, bosdim. Bo'pti.